Hammaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridan hafta kuniga shanba 40 gradusga qaramasdan sizlar uchun video olishga, ijod qilishga chiqdik. Xudo xolasa, Dev mashinalari va inomarkalar qo'ldan kelgancha ruxsat berganicha olishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Mashina ustayotgan tanishlarga tashlab qo'yinglar. Hammaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridan hafta kuniga shanba Tracker, Onyx, Cobalt, Gentra qo'ldan kelgancha inomarkalar hammasini chiqarishga harakat qilamiz. Kanalga like bosib, obuna bo'lib, mashina istayotgan tanishlarga tashlab qo'yinglar. 40 gradus issiqligiga qaramasdan sizlar uchun harakat qilyapmiz. Boshlanishiga Tracker 2. Oldda dusovkalar erez qilingan, radnoy balonlarda, o'zining diskalarida paroglar qo'yilgan ekan. Qo'llar tashlab qo'yilgan, 84 ming yurgan ekan. Qator orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Orqalari bular bangazlari bor ekan, jichcha mehr berib yuborish kerak ekan orqasiga. Bu esa mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Aka 2023 84 ming yurgan, kraskalari toza. Propan gazlari bor, o'zining radnoy balonlarida parollar qo'yilgan ekan. Narxi qancha aka? Kami bor, telefon qilishyapsiz. Kami bor, qancha kami bor aka? Mana ko'ryapsiz, zavoddan, avtosalonlardan rassrochka berib tashladi. Ko'pchilik aytayapti, bozorga ta'sir qildimi, qilmadimi deyapti. O'zingiz mana tirikchilik yurgan odam olib sotar ekansiz, mashina bilan shug'ullanasiz ekan. Ta'sir qildimi, qilmadimi aka? Qilyapti aka. Ta'sir qilyapti. Narxini qancha aytamiz? O'shanga qarab tushirib ayting-da. 15 kami bor aka, telefon qilishyapsiz. 15 ming kami bor. Akalar 2023 84 ming yurgan, kraskalar top-toza, propan gazlari bor. Ko'ringlar. 15 mingdan tushib beramiz deyapti, bilmayman qimmatmi, arzonmi. Telefon uchun 93 lik 144 16. Faqat narxmi yoki narsa savdo ham bormi aka? Kelishamiz aka, telefon qilishyapsiz. Kelishamiz. Barterchi. Barter ham bor aka. Barter bor. Hujjatlarchi aka, gench qo'rami yoki olsotdimi? Liboy dokument bo'laveradi ekan. Bo'ldi aka. Akalar bemalol so'rab surishtirib telefon qo'yasiz, hech kim aytganiga sotmagan. Akalar, hammaga assalomu alaykum. Yana bir bor Andijon mashina bozoridan Tracker 2 boshlanishiga oldi dusovkalar erez qilingan, yumshoq balonlarda, o'zining radnoy diskalarida paroglar qo'yilgan ekan. Salon holatlari va ko'rlar tashlab qo'yilgan. 40 ming yurgan ekan masofasi. Polni shumka deysizmi aka? Tomlari ham. Kraskalar top-toza 2024. Premier Plus. Mashinamiz orqadan ko'rinishi va orqalarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Zapaskalari va propan gazlari, shumka, qozonlari ham shumka bo'lgan ekan. Tak. Bu esa mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Video registratsiyasi ham bor, bir qator ko'rsatib o'taylik, ko'rsatmayapman. Mana akalar, video registratsiyalar ham ketadigan, salon ichi ham, tashi ham polностью oladigan. 2024 yurganni qancha dedingiz? 40 ming yurgan, kraskalar top-toza, propan gazlari bor, yumshoq balonlari, paroglari bor, polni shumka bo'lgan mashina. Narxi qancha aka? 16200 kami bor. Aka, zavodlar, avtosalonlar rassrochka berdi. Bozorga ta'sir qildimi, qilmadimi? Sizlarni ham bilaman, taniyman. Ko'p mashina olib sotasizlar. Deyarli ta'sir qilmadi. Kimdir aytayapti, ta'sir qildi, lekin unchachalik emas deyapti. 16200 kami bor aka. Faqat naqd yoki narsa savdo ham bormi aka? Faqat naqd pulga. Dev mashinaga barter bormi? Dev mashinaga barter bor. Aka, siromasi bozor qancha qilishdi? 15700 berishdi. 15700 berishdi. 15700 tepasiga yursa, qo'shilsa berilar ekanda. U yog'i o'zingizlarga bog'liq akalar, gaplashinglar, nechta o'qib olishinglar. Aloqa nomer ayting aka. 93 lik 410 05 95 akalar, bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olaverasizlar. Tracker 2 istagan tanishlarga borib ko'rasizlar. Andijon mashina bozoridan Tracker 2 ni oqidan topish rosa qiyin bo'lib qoldi. Yumshoq archa balonlarda ekan, salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rlar tashlab qo'yilgan, salafanlari ham yechilmagan ekan. 55 ming yurgan ekan. Sal erta to'playsiz.
Propan gazlari bor ekan, qozonlari ham shumka qilingan ekan. 2024 dedingiz aka? 55 ming yurgan, kraskalari toza. Yumshoq balonlari bor, ko'rsatib o'tdim, propan gazlari bor. Mashinani puli qancha aka? 16200 kami bor. Sir bo'lmasa aka qancha qilishdi? Aka o'tib olay, uzr. Kechirasiz. Hali bozor qilishmadi. 16200 o'tib berasizlar. Faqat naqdmi yoki nasiya savdo ham bormi aka? Barter savdo. Barter naqqa. Tushunarli. Aloqa uchun nomer ayting aka. 97lik 670 0015 akalar bemalol telefon qilasizlar. Andijon mashina bozorida oq traktorlar ozroq ekan. Oldi abrisovkalari ham RS qilingan desa bo'laveradi. Bular Andijon mashina bozoridan 2025-yil traktor topish qiyin bo'lib ketdi. Oldi abrisovkalar RS qilingan emas, bu Redline o'zi akalar, parollar qo'yilgan. 2025-yil eng full Redline evakorlar tashab qo'yilgan. 6500 6,5 kilometr yurgan ekan. Qattonchilardi. Tak. Mashinamiz orqadan ko'rinishi. Tak. 10 Toshkent viloyati ekan. Tak. Zavoddan qanday chiqqan bo'lsa o'shunday ekan. Bu esa mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Tak. 2025 demak 6,5 ming yurgan. Kraskalari top-toza, yumshoq balonlar qo'yilgan. Benzinda. Mashina narxi qancha? 19200 kami bor. 19200 kami bor. Demak, avtosalonlar Devu rassrochka berib yubordi. Bozorga ta'sir qilyaptimi, qilmayaptimi? Siz ham bitta emas, 2 ta, 3 ta, 5 6 ta mashinalaringiz bor ekan. Siz ham anchadan beri mashina qurishni qilasiz. Ta'sir qilgan yo'q. 19200 dan o'tib berasizlar. Faqat naqdmi yoki nasiya savdo ham bormi? Nasiya savdo ham bor. Qanchagacha nasiya savdo? 6 oyga. 6 oygacha nasiya savdo bor. Dev mashinalariga barter ham bor. Tushunarli. Keyingisi ham sizdan, ha? Bunisi-chi? Bu 24 2024 oldi abrisovkalar RS qilingan. Yumshoq balonlarda parollar qo'yilgan ekan. Evakorlar tashab qo'yilgan, chexollar taqilgan. Tak, yurgan masofasi 35 ming ekan, 2024. Tak, bu mashinamiz orqadan ko'rinishi. Tak, propan gazlari bor, zapaskalari ham joyida turibdi ekan. Biz yonboshdan. Tak, kraskasi qanaqa amak buni? Kraskasi top-toza. Nechinchi pozitsiyasi bu? LS ha bu. Puli qancha amak buni? Puli 14000 kami bor. 14000 kami bor. 6 oygacha nasiya savdolar bor. Dev mashinalariga barter bor. Aloqa uchun nomer ayting. 93lik 93lik 413 413 77 67. 77 67 dagilar bemalol. Ha, yana bir nomer bor. 90lik 542 542 7407 bemalol telefon qilasizlar. So'rab surishtirib olsa hech kim aytganiga sotmagan. Akalar 3-8 nomeri bilan keyin chiqadigan oldi abrisovkalar RS qilingan. Yangi archa yumshoq balonlar taqib qo'yilgan, parollari ham bor ekan. Evakorga tashab qo'yilgan, 26 ming yurgan masofasi. 24 Premier Plus aka. Kraskalari qanaqa? Gazlari yo'q. Bir qator uqalarni ko'rsatib qo'yaylik. Tak, mana akalar zapaskilari ham joyida turibdi ekan, o'shunday. Bu yerlari laminatsiya qilingan ekan, qirilib netmasligi uchun. Tak, bu mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. 2024 46 mingmi? Qancha? 26 ming yurgan, kraskalari top-toza, yumshoq balon, parollar taqib qo'yilgan ekan. Abrisovkalar RS qilingan. Mashinaning narxi qancha aka? 16300 dan ozgina o'tib berasizlar. Faqat naqdmi yoki nasiya savdo? Faqat naqdga. Barterchi. Dev mashinalariga barter bor. Bemalol telefon qilsa bo'ladi. Aloqa uchun nomer ayting. 94lik 131 71 11. 71 11, to'g'rimi? Aka, sir bo'lmasa bugun qancha qilishdi?
Hali biroz so'ramadim. Ha, birov so'ramadi. Aha. So'rab ketishyapti. So'rab ketishyapti ekan, tushunarli. Akalar, bo'laveradi. Aka, rahmat. Akalar, Andijon mashina bozoridan Tracker 2 ni oqidan topish rosa qiyin bo'lyapti. Sizlar uchun topib qo'ydim. Qora diskalarda. Aka, tonirovka ruxsatlari bormi? Tonirovka ruxsatlari qancha? 9 oycha tonirovka ruxsatlari bor ekan. Bekatmi aka? Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Evakuatorlar tashab qo'yilgan ekan. 37 ming yurib o'tgan masofasi. Oldlari ham qoraytirilgan ekan, black piano deydi-yu. Orqalari ham, bu qalampirchalari ham black piano qilingan ekan. Aka bekilib qoldi yana. Ha. Tak, bu yerlari laminatsiya qilingan ekan, qirilib netmasligi uchun. Zapaskalari ham joyida ekan, mashinamiz benzinda harakatlanadi ekan. Tak. O'zini radnoy balonlarida qora diskalar taqib qo'yilgan ekan. Oldi blisovkalari ham black piano qilingan ekan. 2024 yurgani 37 ming ekan aka. Kraskalar qanaqa? Kraskalari top toza. Mashina narxi qancha aka? 16800 dan o'tib berasizlar aka. Faqat narxmi yoki nasi savdo ham bormi? Faqat narxga. Barterchi dev mashinalarga. Faqat narxga. Aloqa uchun nomer ayting aka. 90li 142 8505. Akalar bemalol so'rab surishtirib olasizlar. Hech kim aytganiga sotmagan. Akalar, hammaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridan Tracker 2 oldi ablisovkalar RS qilingan. Yumshoq balonlarda parollar qo'yilgan ekan. Salon holatlari evakuatorlar tashalgan, chexollar ham taqib qo'yilgan ekan, podushkalari bilan. Telefon derazatlari ham bor ekan. 51278 km yurgan, bosib o'tgan masofasi. Bu mashinamizning orqadan ko'rinishi. Bu narsalarga ahamiyat bermaysizlar akalar. Propan gazlari ham bor ekan. Tak. Bu esa mashinamizning yonboshdan ko'rinishi. Aka, ma'lumotlari qanaqa? 23-51 ming yurgan. 2023 51 ming yurgan, kraskalari top toza, propan gazlari bor. Diskalar qo'yib qo'yganmiz, chipol poli. Premier diskalar. Bu Premier, ha? Yo'q, LS. Ha, LS bu. LS Premierlar qo'yilgan. Bezluk ekan, ha? Bezluk LS Premier qilib qo'yilgan ekan. Aka, mashinaning narxi qancha? Aka, 13,5 ming narx aytyapmiz. Aka, podpischilar uchun 13 mingga berib yuboramiz aka. 13 ming. Aka, so'ramasa bozor qancha qilishdi? 12700 qilishdi. 12700 qilishdi. Xudo xolasa 12700 tepasiga yursa berasiz ekanda. Akalar, xudo xolasa 12700 bozor qilibdi. Balki 50 dollar, balki 100 dollar qo'shib, endi yo'q, o'zingizlar gaplashishlarga bog'liq qo'shib olaverasizlar. Aka, faqat naqdmi yoki nasiya savdo ham bormi? Faqat narxga sotamiz. Faqat naqdga. Dev mashinalarga barter bormi, yo'qmi? Barter bor. Barter bor, ha? Barter dev mashinalarga bor, kelishilgan holatda. Aloqa uchun nomer ayting. 90li 90li 758 758 0525. 0525 akalar, bemalol telefon qilaverasizlar, so'rab surishtirib olasizlar. Tracker 2 istagan tanishlarga borib qo'yasizlar. Akalar, keyingi Tracker 2 mashinamiz yumshoq balonlarda. Diskalari ham o'ziniki ekan, LS. Evakuatorlar tashab qo'yilgan. Bosib o'tgan masofasi 67 ming. Bu mashinamizning orqadan ko'rinishi. LS avtomat korobka. Mashinamiz benzinda harakatlanadigan, zapaskalari ham joyida turibdi. Bugun mashina bozorida LSlar ko'p ekan. Bu esa mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Aka, 2023 24. ha, 24 67 ming yurgan. 67 ming yurgan. Kraskalar qanaqa? Kraskasi toza. Kraskalari top toza. Mashina LS benzin. benzinda harakatlanadi. Aha. Yumshoq balonlar qo'yilgan ekan, ha? Yumshoq balon qo'yilgan aka. Mashinani aka qancha qilishdi bozor sir bo'lmasa? Aka 13 ga bermadik. 13 mingga berishmadi. Bermadinglar, ichcha qo'shsanglar berib yuborasizlar. Qo'ysa berib yuboramiz. Faqat naqdmi yoki nasiya savdo ham bormi? Naq aka. Faqat naqd. Dev mashinalar barterchi. Uni gaplasha olamiz aka. Kelishilgan holda barter bor, ha?
13 ming AQSh dollariga bermadinglar, qo'shilsa beradi. Qo'shilsa beradi. Endi bilmayman aka, kimdir 50 dollar qo'shib olar, kimdir 100 dollar. Endi bu bozor, yo'q nasib aka. ha. Kelishinglarga bog'liq akalar, telefon qilaverasizlar. Aloqa uchun nomer ayting. 97lik 97lik 353 353 0021. 0021 akalar, bemalol telefon qilib so'rash-surishtirib olasizlar. Hech kim aytganiga sotmagan. Bizga bitta like bosib qo'ysalar yetadi. Akalar, Andijon mashina bozoridan Tracker 2 LTZ motor holatlari ham yap-yangi ekan. Mashinaning yurgani ham oz ekan. Dehqondan yumshoq balonlarda salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Chexollar taqib qo'yilgan ekan, polilari bor. Bosib o'tgan masofasi 24600, yap-yangi deb turibdi. Salon hidlari ham ketmagandi. Bu esa mashinamizning orqadan ko'rinishi. Mashinamiz zavod ekan, benzinda harakatlanar ekan, zapaskalari ham joyida turibdi ekan. Benzinda ekan, amaki. 2023. To'g'rimi? 24 ming yurgan. Kraskalar qanaqa? Toza kilosi. Kraskalari top-toza. Mashina narxi qanaqa, amaki? 15,5 ming. 15,5 mingdan o'tib berasizlar. 2023, 24 ming yurgan, kraskalari top-toza, yumshoq balonlar qo'yilgan ekan. Mashina benzinda harakatlanadi, dehqonda. Dehqondan dehqonga ketsin. Bozor nechta pul qildi, sir bo'lmasa? Bozor hozir 13,5 ming. 13,5 berishyapti, bermadingiz. 13,5 ming tepasiga yursa berasiz. Xudo xolasa, akalar, bu yog'i o'zingizlardan balki 13,600 ga olasizlar, balki 13,100 dollarga olasizlar. Endi bu yog'i o'zingizlar kelishinglarga bog'liq. Balki 14 mingga olasizlar, o'zingizlarga bog'liq. Bemalol telefon qilib so'rab-surishtirasiz. Sizga faqat naqdmi yoki nasiya savdo ham bo'laveradi. Barterchi deb mashinalariga. Yili pastroq mashinasi bo'lsa. Faqat naqd dehqonga. Dehqondan dehqonga ketsin deganlar akalar bemalol telefon qilaverasizlar. Telefon raqami ayting. 99lik 394 1567 dagilar bemalol telefon qilib, kimga kerak bo'lsa, tashlab qo'yasizlar.